100% dan 1% odamgacha bilishi mumkin bo'lgan davlatlar haqidagi qiziqarli faktlar. Birinchi, hamma biladigan fakt, eng katta davlat bu Rossiya hisoblansa, eng kichkina davlat esa Vatikan hisoblanadi. Keyingisi 90%, chunki bu fakt yaqinda o'zgardi. Eng ko'p aholisi bor davlat bu Xitoy emas, Hindiston hisoblanadi. Keyingi savolga ham ko'pchilik xato javob beradi. Quyosh birinchi bo'lib qaysi davlatdan chiqadi? Yaponiya emas, Yangi Zelandiya ekan. Keyingi faktni menimcha 50% odam bilsa kerak. Butun boshli qit'ani egallaydigan davlat bu albatta Avstraliya. Buni esa 25% odam biladi. Eng uzun nomga ega bo'lgan mamlakat bu Buyuk Britaniya. Uning to'liq nomi esa The United Kingdom of Great Britain. Buni endi faqat 1% odam biladi. Oxirgi bo'lib mustaqillikka erishgan davlat bu Janubiy Sudan hisoblanadi. Ular 2011-yil 9-iyulda mustaqillikka erishgan. Siz esa birinchi bo'lib mustaqillikka erishgan davlat nomini kommentariyada yozib qoldiring. Aytgancha, bu videoni hali ham Quyosh Yaponiyadan chiqadi deb hisoblaydigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.